Hello mehrlilarim, bugun sizlarni o'zim bilan to'yga olib ketaman. Mitlarkada yuzimni tozalab olib, namlantiruvchi krem bilan yuzimni yaxshilab oziqlantirib oldim. Chunki yuzimiz yaxshilab oziqlansa, mekapim shunga qarab yotadi. Undan keyin quyoshdan himoya qiluvchi SPF larni yaxshilab choplab surtdim, chunki yozda qorayib ketmasligim kerak. Hamma qizlarga o'xshab, men ham yozda tonalni surtmayman, shuning uchun ham pudra bilan yengil yuzimga ton berib oldim. Qosh bo'yamaganim uchun faqatgina shakar berib, kipriklarimni ham tush bilan chekladim. Eng qizig'i shu paytda ko'zimga ten qo'yishim kerakligi esimga tushdi. Hozir endi tushimni chayib, boshqatdan ko'zimizni bo'yaymiz. Ehtiyotkorlik bilan ten surtib, undan ham ehtiyotkor bo'lib podvodkani chizib oldim. Mekapimni esa labimga blesk surish bilan tugatdim. Bugungi obrazimga kumushrang aksessuarlardan foydalandim. Sochimga esa kiyimimga mos bo'lgan oq bantik taqdim. Men esa shoshilib dugonamni oldiga keldim, chunki to'ydan oldin qiladigan ozgina ishlarim bor edi. O'quv markazimiz reklamalarini o'quvchilarga tarqatdik. Undan keyin esa opamdan shokoladlar olib to'yga yo'l oldim. Yo'lda bitiruvchilarni tomosha qilib, to'yga qanday kelganimni ham sezmay qolibman. To'yda rosa ham mazza qildim, lekin dugonam oldimga kelib salom berganda qanday ko'z yoshlarim chiqqanini o'zim sezmay qoldim. Undan keyin mazza qilib o'ynadik, yayradik. Men ertaman oynaga qarab jinniliklar qilyapman. Shunaqa qilib bir kunim o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat, всем bye.